Hürmetli kitap anlıqçılar. Huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 2. bab. Winston bükküli şahla alı bulmaş sayı taşlıgan çığır yoldan ötdi. Altındaki quyosh nuri şahlarning orsidan çığır yolga nur sepetdi. Yolning sol tarafidagi daraxt ostidagi hamal gullar bilan qoplangan yer tumanliq ko'rinadi. Issiq havo teriga choptishib turgandek bilinadi. Bugun 2 may edi. Daraxtzorliqning ichkirisidan bulbullarning sayravotgan ovozi anglanadi. Winston sal baldur kelgan edi. Bu yerni tepish unda qiyinga tushmadi. Qizchaqning tajribasiga qarab, u bak qo'rqibmi ketmadi. Odatdagi ahvolda cho'qim bo'sh ansirmaydi. Winston xuddi uni shundoq bexatar bir joy topalaydigandek his qilgan edi. Odatda siz o'zingizni Londonga qaraganda yezda sal bexatar tura olayman deyamaytdingiz. To'g'ri, bu yerda ekran yo'q. Ammo bu yerdagi maxfiy joylarga tingshug'ish o'rlashtirib etilgan ovozingiz har vaqt ilinib turishi mumkin. Uning ustiga boshqalarning diqqatini qo'zg'amay, yolg'iz yo'l yurish oson emas. 100 kilometrdan oshmaydigan musofaga pasportingizni ilib olsangizmi bo'ladi. Ammo poyezd stansiyasi degandek yerlarda chorlag'uvchilarga uchrab qolsangiz, ular partiya a'zolarining munosabatli kinishkalarini surishtiradi va har xil savollarni so'rab sizni bearam qiladi. Taliga uningga chorlag'uvchilarmi uchramadi. Poyezd bekatidan mengib kelgicha u orqasiga chondirmasdan pat-pat qarab, kayniga odam tushib olmaganligini jazmlashtirgan edi. Poyezdda liq proletarlar bor edi. Yoz havosidanmi tong, ularning kayfiyati yaxshi ko'rinadi. Winston chiqqan yog'och o'rindiqliq bo'limiga boshqa yana bir cho'ng oilami chiqqan edi. Kishi tushib ketgan ulug' mo'misidan endi bir oylik bo'lgan nevrisigacha bir muncha odam billa bo'lib, ular bugun tushdan keyinlik vaqtini yezdagi tuqquni bilan o'tkazmoqchi va shu fursatda qora bozordan seriq moy topmoqchi ekan. Yo'l ozroq kengaydi. Winston qizchaq teppagan chatqalning orsidagi qo'y kalla mengib shakllanib qolgan chig'irga kirdi. Winstonda soat yo'q edi. Ammo u 15 bo'lmaganligini jazmlashtira oladi. Pastki hamal gullar bakli qo'yiq bo'lib, ularga dassamay qadam og'ilib bo'lmaydi. U vaqt o'tkazish uchun pastki hamal gullardan terishga boshladi. Uningda biror dasti gul qilib qizchaqqa berarman degan xayolmi yo'q emas edi. U cho'ng bir dasti gul qildi. Gulning hidi ancha puraqliq emas edi. Dal shu chaqda u keyindan kelgan bir ovozdan qetibli qoldi. Qadam tevishi anglayotdi. U gul teriverdi. Mushundaq qilish eng to'g'ri edi. Bu ashu qizchaq bo'lishi mumkin yoki boshqa izga tushgan bo'lishi mumkin edi. Atrofga qarash muvofiq emas edi. U davomli teriverdi. Bir qo'l yengilgina uning yurisiga tushdi. U beshini ko'tardi. U qora chochli qiz edi. Qizchaq beshini chayqadi. U un chiqmaslikqa berilgan signal edi. Ondan u chatqallardan ayrilib, tar chig'ir yo'ldan Winstonni boshlab daraxtzorliqning ichiga qarab mangdi. U ilgari bu yerga kelib boqqanda qiladi. Chunki u sosliq ozganlardan to'limi chapdastlik bilan atlab mengayotdi. Winston agishib mangdi. Qo'lida gullarni ching siqimdib olgan edi. Uning oldida qovul to'lgan bir badan mengayotdi. U beliga ching qilib qizil balvoq chekib olgan bo'lib, to'lgan tatsini alohida gavdalantirib turadi. Buningdan Winston o'zini taqdirga qamlashmagan bir erkishidek his qilib qoldi. Hatto hozirmi qizchaq burilibla Winstonga qarasa, niyatidan yana yoltib oldigandek bilinib ketdi. Havoning yaqinliqligi va yopirmoqlarning yeshilligi uni bo'shashtirib qo'ydi. U poyezd bekatidan mengib kelgicha may oyining quyosh nuri uni badanlari kirishib ketgandek, o'ngsili qolmagandek tuyg'uga akilib qo'ygan edi. Ishxonadan chiqmay ishlagachga Londonning qop-qora iz to'zonlari Winstonning tari to'shikchalarini etib etgan edi.
Qizchaq Winstonga xuddi uni ta hozirgacha bundaq yo'ruq, ochiqlikda ko'rib baxmagandek qarab atadi. Ular qizchaq gapini qilgan heliqi daraxtning yeniga keldi. Qizchaq daraxtdan otlab o'tib, shox shumbularni qayridi. Uyaning ichida chiqadigan biror eg'iz ko'rinmaydi. Winston agishibli kirdi. Bu yop-yeshil o't cho'plar bilan qoplangan kichikgina to'pilik bo'lib, to'rt atrofi zichchida o'sgan ko'chatlar bilan him to'silgan edi. Qizchaq to'xtab burildi. "Mana keldik oxiri", dedi qizchaq. Winston qizchaqdan faqat bir qancha qadamlar yiroqlikda uningga qarab turadi. Shundaq turug'liq u tegicha qizchaqqa yaqinlashishga petnamayotdi. "Cheg'ir yo'lda gap qilishdan ehtiyot qildim", davomlashtirdi qizchaq. "U yerda maxfiy tinchig'ish bo'lishi mumkin. Meningcha yo'q, ammo bir nima degili bo'lmaydi. U cho'chqalarning birari cho'qim ovozingizni tutib olishi mumkin. Mana bu yer bexatar." Uningda tegicha qadam og'idak jur'at yo'q edi. "Mana bu yer bexatar" deb takrorladi Winston tillari kalvalashgan holda. "Shundaq daraxtlarga qarang", dedi qizchaq. Bu inchga armidan ko'chatlar edi. Ilgari bir qitim kesib o'tilgan bo'lib, hozir qaytadan ko'klab, quyuq daraxtzorlikqa aylanib qolgan edi. Tomliqi aran odamning beg'ishchilik keladi. Ko'chatlar texi kichik, tinchig'ish yo'shirib qo'yolmaydi. Uning ustiga "Men bu yerga kelib baqqan", dedi qizchaq. Ular deyishgili gap topolmayotdi. Winston endi qizchaq tarafga yaqinlashdi. Qizchaq Winstonning oldida o'yir turadi. Chiroyida xuddi Winstonni "Siz nimandaq mis" degandek bilinar-bilinmas masxara kulgisi bor edi. Yerda hamal gullar chechilib yotadi. Bu gullar shoxlardan o'zir tushib ketgandek qiladi. Winston qizchaqning qo'lini tutdi. "Shinamsiz, ta mushu daqiqagacha sizning ko'zingizning qandoq rangda ekanligini bilmaydim", dedi Winston. Qizchaqning ko'zi qo'ng'ir, kirpiklari qora edi. "Mana, meni endi obdan ko'rdingiz. Qandoq? Yana qarashqa chiday olam degansiz?" "Albatta, shundoq bo'lmamdigan. Men 39 yosh. Mening balliqda qutlanmagan bir ayolim bo'lgan. O'shqimda yori bor. Yana texi 5 tishim yolg'on." "Karim yo'q", dedi qizchaq. Orqadanla kim avval harakat qildikin tang, qizchaq Winstonning quchqiga kirib qoldi. Boshda Winstonda bu ishlarga ishonmaslikdan o'zgacha tuyg'u bo'lmadi. Qizchaqning yosh badani Winstonnikiga choplashib turadi. Chochlari Winstonning yuziga yepishib turadi. Oxir qizchaq beshini burdi. Winstonmo qizchaqning cho'ng, qip-qizil lavlariga so'yishga boshladi. Qizchaq Winstonning bo'yniga ching esilib olgan bo'lib, to'xtamasdan "Sevimlikim, qadrlikim, hayotim" deb atadi. Winston qizchaqni yerga yotqizdi. Qizchaqda hech qanday qarshilik yo'q edi. Winston qizchaqni nima qilsa bo'laveradi. Ammo shu topda Winstonda badallarining tegishidan boshqa hech qanday o'zgarish bo'lmayotdi. U tegicha ishonmaslik va bir xil faxrlanish tuyg'usida edi. U bu ishlarning bo'layotganidan bakli xushal, ammo o'zida hech bir havas his qilmayotdi. Bu ishlar bakli tuyuqsiz yuz bergan edi. Qizchaqning go'zalligi, yoshligi uni huduqtirib qo'ygan edi. Winstonmo ayollar bilan birga bo'lmag'ili bakli uzun bo'lib ketgan edi. Sababini o'zim aniq bilmaydi. Qizchaq ruslanib o'tirdi va chochlari orasidan bir tal hamal gulni elvatdi. U Winstonning belidan quchoqlab choplashib o'tirdi. "Hech qisi yo'q sevimligim. Aldirmasaqmi bo'ladi? Butun tushdan keyin bizning qandoq bu yer payzimikan? Men bir qitimliq dala yurishida ezib qilib, mushiyani boyqab qolgan edim. Agar biror bu yerga yaqinlab qolsa, uning tevishini 100 metr nerisidan anglag'ili bo'ladi. Ismingiz nima?"
Julia, men sizninkini bilaman. Winston Smith. Qandaq bilib oldingiz? Meningcha, men bir narsalarni surishda sizdan yaxshiroq deyman. Meningcha, men bir narsalarni surishtirishda sizdan yaxshiroq deyman. Sevimligim, qani, menga dangchu, yiliq xatni yozishdan burun, yiliq xatni berishdan ilgari men haqda qandaq o'yladi bo'lgan edingiz? Winston uningga faqat yolg'on aytqisi kelmadi. Balkim dastivitla uningga o'zining eng yomon xayolini aytish, muhabbat izhor qilishning bir xil usuli bo'lishi mumkin edi. Sizni ko'rishni faqat xohlamaydim. Avval bosqinchilik qilib, ondan o'ldirib o'tish o'yida bo'lib baqqan edim. 2 hafta ilgari ikkimiz uchrashib qolganda, tosh bilan qo'lingizni mejib etishni xayol qilib baqqan. Rostini desam, sizni ideya soqchilari bilan aloqasi bor deb gumon qilgan edim. Qizchaq ejilib kulib ketdi. Aniqki, u buni o'zining niqoblanish mahoratining ustunligiga berilgan maqtash deb tushungan edi. Yo'q, hargizmi ideya soqchisi emas. Rostilla shundoq o'ylagan bo'lgaymidingiz? Yo'q, undaqmi emas. Shu qiyofatingizdan shundoq o'ylab qoptikanman. Sizmi to'limi yosh, chiroyli, sog'lom emasmi? Nemishqa bundoq o'ylab qolganimni sizmi tushunasiz? Men texi sizni meni bir munavvar partiya a'zosi deb o'ylab qopsiz-da. Söz harakatimga qarabla. Bayroqcha, namoyish, viviska, musobaqa, kollektiv dala yurishlari qatorliq narsalarning ishi emasmi? Tex yana bu qiz fursat topsala meni ideya soqchilariga chiqib qo'yidi. Shuning bilan jinimdan ayrilaman debmi o'yildingiz, Axchan? Ha, shundoqroq o'ylab qolganim rost. Sizmi bilasiz, nurg'un yosh qizlar shundoq emasmi? Mana mush narsaning qilgan ishi debla u bilidiki shahvaniyatga qarshi yoshlar uyushmasining qizil balvig'ini yeshib shoh ustiga cho'ribatdi. Ondan qo'lini beliga qo'yganda, qo'li bir narsaga tekkandek bo'lib, paltosining yanchug'idan bir parcha shokolad chiqadi. U shokoladni o'tirdan ushtib, birini Winstonga sundi. Shokolad qora va poqiroq bo'lib, kumush rang qog'ozga o'ralgan edi. Shokolad odatda suz qo'ng'ir rang bir nima bo'lib, xuddi axlatni ko'ydirganda chiqadigan istak tetdi. Burun bir chaqlarda qizchaq hozir uningga bergandek bir shokoladni tetib baqqanligi uning esiga keldi. Uningda shokoladni bir og'iz choynash bilan tangla til bilan ifodalab bergili bo'lmaydigan to'limi kuchlik, odamni beorom qiladigan aslimilar uyg'ondi. Buni qayoqdan topdingiz? So'rdi Winston. Qarang'i bozordan, dedi Julia parvosizlik bilan. Bundaq narsalarni tepishga ipim bor. Musobaqalarda yomonman. Ishpiyonlar atirtidagi cheg'imda bir kichik guruhining beshi edim. Shahvaniyatga qarshi yoshlar uyushmasida haftada 3 kash fidoi bo'lib ishlaydim. Soatlab ularning quruq gaplarini butkul Londonga choplaydim. Namoyishlarda plakatning bir beshini doim men ko'taratdim. Har doim ko'taranga yuratdim. Har qanday ishga bahona ko'rsatmaydim. Kishilar bilan tang yuqori ovozda vaqirab, jahqiraydim. Demakchimanki, bexatarlikning birdan-bir yo'li mushu edi. Shokoladning birinchi partisi Winstonning og'zida erib bo'ldi. Ta'mi bak payz edi. Lekin boyamqi aslima Winstonning engining bir bo'linglarida go'yoki kuchlik sezgili bo'ladigan, ammo aniq shaklni tilg'i ilg'i qilg'ilib bo'lmaydigan ko'zning quyruqida ko'ringan narsadek laylab yuratdi. U bularni kollasidan chiqarib etishga tirishdi. Halbuki Winston bu aslimaning aslida o'zi yenilishni xohlaydigan, ammo qilinib bo'lgan ma'lum bir ishning aslimasi ekanligini biladi.
Siz bek yoshkansiz, dedi Winston. Siz menden 10-15 yosh atrofida kichik, qayrimnimi yoqtirib qolgansiz. U sizning yuzlaringizda men bir ta'limni sinab boqay deb o'yladim. Men kishilarni tonib olishga usta. Men sizni bir ko'ribla sizning ularga qarshi ekanligingizni bilib olgan edim. Uning ular degani partiyani, yana kelib ikki partiyani ko'rsatdi. Julia ular to'g'riliq to'limi nafrat hissiyoti bilan so'zladi. Agar bir bexatar yer bor deyilsa, bu yerning dal o'shu eng bexatar yer ekanligini Winston bilgan bo'lsa-mu, Julianing bundoq ochiq nafrati uni yanada sal tashvishlantirib qo'ydi. Winstonning hayron qoldirgani Julianing tilidagi qo'pollik edi. Odatda partiya a'zolari qasam qilib gap qilmaydi. Winstonning o'zimi unda qasam qilib to'g'lab yurmaydi. Ammo Julia partiyani, bo'libmi ikki partiyani tilga olsa, ushshaq ko'chalardagi mehnat suv ozganlarining qishidagi tomlarga yozib qo'yilgan afsonaviy tillarni ishiltib tillab ketadi. Winston Julianing bu ishidan bezorlik his qilmadi. Bu faqatla Julianing partiya va uning yo'liga bo'lgan nafratining ifodalari edi. Bu xuddi ot sesiq o't cho'pga uchrab qolsa, burnini o'rib, purishtirgandek, pushqurgandek to'limi tabiiy bir inkos edi. Ular bu yerdan chiqib, bellaridan tutishib, soyliq chig'ir yo'lda yaqin chaplashib mengishdi. Winston uning qizil balbog'ni ilvatgandan keyin belining naqadar yumshoq ekanligini sezdi. Ular töven ovozda shivirlashib mangdi. Julia sirtda past ovozda gap qilishning bexatarroq ekanligini eskartgan edi. Ular kichik bir yog'ochning qishiga keldi. Julia uni to'xtatdi. Ochiqchilik chiqib qolmayli, boshqalar ko'rib qoladi. Shoxning kayinda tursak, hech kim ko'ramaydi, dedi Julia. Ular Korulus daraxining soyasida o'ri turishdi. Quyosh nuri quyuq yo'pirmoqlar orasidan ularning manziriga tushib turadi. Winston yiroqdagi keng dalaga qarab, birdinla qattiq hayronlik his qildi. U bu yerni tonigan edi. Bu yer o't cho'plari olib qo'ymay yeyilib ketgan ko'ni bir o'tloq bo'lib, o'ttirini to'li mengib shakllanib qolgan kichik bir chig'ir yo'l kesib o'tadi. U bu yerda choshqonlar ko'lab chiqirayotgan to'pidan shakllanib qolgan kichik to'piliklar bor edi. Uduldagi abjaq chitliq tarafda qor yog'och shoxlari mayin shamolda yengil tavrinib turadi. Quyuq yo'pirmoqlar bo'lsa, ayollarning chechidek yumshoq yelpinib turadi. Cho'qim mushyaga yaqin bir yerda beliqlar uzishib yuradigan bir kichik yaqin bodak edi. Ammo o'rni Winstonning esidan ko'tarilib qolgan edi. Mushu yaqin atrofda bir yaqin bo emasmidi? deb pichirladi Winston. Ha, ba, u mushu etizlikning yana bir beshida. Beliqlarmi ba, texi cho'nglari ba. Ularning so'gatlarning ostidagi kichik ko'lchaklarda quyruqlarini o'yintib turganini ko'ra olaysiz. Bu oltin yeza. Rostli shu, deb shivirladi Winston. Oltin yeza? Hech. Rostilla. Doim tushimda mushu manzarani ko'ratdim. Qarang! Pichirladi Julia. Qarang! Bir qo'sh ulardan 5 metrcha yiroqlikdagi shox ustida qo'ndi. Shox ularning beshi bilan tang egizlik dedi. Qo'sh ularni ko'maganda qiladi. Qo'sh oftobda, ular bo'lsa soy dedi. Qo'sh qanotlarini bir kerib yig'di. Xuddi quyosh nuridan qichiyotgandek. Beshini ichiga tiqib oldi va orqadan zo'q sho'x bilan sayrashga boshladi. Bu jimjitlikda qushning sayrashi odatdan tashqari jaranglik anglatdi. Winston bilan Julia bir-biriga ching chaplashib, hayajon ichida bu nag'maga quloq solib Nag'ma davomlashmoqda. Xuddi bu qush o'zining mahoratini ko'z-ko'z qilib qo'ymoqchi bo'lgandek, ohanglari birining keyindan biri o'zgarib chiqyotdi. Ahang kuylar takrorlanib qolmaydi. Ba'zida u bir necha sekund to'xtab, qanot quyruqlarini qaytadan bir tuzashtirib oladi-da, yana nag'masini boshlab ketadi. Winston onunğa bir xil əyminiş, hürmət duyğusida qarab ketdi. Qush nağmasını kimlərə,
nimalarga aytib berayotgandi? Atrofda uning yo bir hamriyi, yo boshqa biror raqibi yo'q edi. Qushni bu shoxda qo'ndirib, bundaq zo'q sho'x bilan bika nava qidirgan nimadu? Winston birdan atrofga tinchig'ish bormidi, yo'qmidi deb o'ylab qoldi. Winston va Julia nihoyat past ovozda shivirlashib paranglashayotdi. Tinchig'ish ularning ovozini ololmasimi, qushninkini cho'qim olalaydi. Balkim tinchig'ishni maxsus mushularni farqlantirish uchun yiliqidak qo'ng'izsimon odamlar quloq yiqib anglayotgandi. Biroq birdamdan keyin qushning nag'masi Winstonning xayolini yana ilib ketdi. Qushning sayrishi xuddi bir suyuq jismga o'xshash. Winstonning beshiga to'kilib, ondan yopirmoqlar orasidan sepilib turgan quyosh nuri bilan ordishib ketgan edi. U fikrlarini to'xtatib, tuyg'ularini qo'yibdi. Uning bilaklari orasidagi qizning beli yumshoq va illiq edi. Winston uni beldilla oldiga tortdi. Ularning maydalari bir-biriga tegishib turdi. Julianing badani Winstonnikiga erib singib ketyapti. Uning silashtirayotgan qo'llari xuddi suvning ichida yo'tkilayotgandek tuyg'uda bo'lib qoldi. Ularning lavlari ching chaplashgan bo'lib, bu ularning bayamqi kuchlik suyishlaridan xilli farqli edi. Ular lavlarini ajratib, bir-biriga qarashib, ulug' kichik bir tinishdi. Qush cho'chib, paloqqada bir qanot qiqib uchib ketdi. Winston eg'izini Julianing quloqiga yaqin egilib, "Amdi" deb pichirladi. "Bu yerda emas", dedi Julia. "Boyqa yerimizga qaytayli. U yer bexatarlik." Ular birdamdala boyqa maxfiy uvisiga qaytib kelishdi. Julia Winstonga yuzlanib o'ri turdi. Har ikkilisining nafaslari tezlashib ketgan edi. Julianing lavlarida bilinar-bilinmas kulimsirash paydo bo'ldi. U Winstonga bir necha daqiqa qarab turgandan keyin formasining sirtmasini tortdi. Dal shu. Bu dal Winstonning tushi edi. Xuddi Winston tasavvur qilgandek. Julianing kiyimlarini yeshib bir yoqqa cho'riyotgan harakati. Winstonni go'yoki butun bir madaniyatni bitjit qilayotgandek tuyg'uga ep keldi. Uning badanlari quyosh nurida oppoq ko'rinadi. Uning ko'zi Julianing badanidan tezla uning bilinar-bilinmas kulimsirab turgan sapkin yuziga yo'tkaldi. U Julianing oldida tizilib o'tirdi va uning qo'llarini olqin orsiga oldi. "Bu ishni ilgari qilib boqqanmi?" "Albatta, necha yuz qitim ish qilib bakchiq." "Partiya a'zolari bilanmi?" "Ha, doim partiya a'zolari bilan." "Ishki partiya a'zolari bilanmi?" "Yo'q, u cho'shqalar bilan emas, biror qitimmi. Ammo ularning ichida fursat topsalar kirib oldiganlarchiq. Ular hargizmi ko'ringanidek undaq oliyjanob emas." Winstonning yuragi selib ketdi. Julia necha 10 qitimlab qilib boqqan edi. Winston uni necha yuz, hatto necha ming qitimlab bo'lgan bo'skan deb umid qilib qoldi. Chiriklashishning har qanday bir kichikina alomatimi Winstonga bir xil yovaylarcha umid bag'ishlaydi. Kim biladi, partiya balkim yıldızdan sesib bo'lgan bo'lishi, uning jafoliq turmush va mutlaq shaxsiyatsizlikka kuchab targ'ib qilishi, balkim o'zining adolatsizligini yepish uchun qilinayotgan bo'lishi mumkin edi. Agar Winston ularga sifilis, mahal kasalliklarini yuqtirib qo'ya olgan bo'lsa, u buni ichidan xalab qilgan bo'ladi. Ish qilib ularni ojizlatadigan, chirtadigan, tavirtadigan qandaq ish bo'lsa, u qat'iy yonmaydi. Winston Julianing qo'lidan pastga tortdi. Shuning bilan ular bir-biri bilan tizilib qarishib turishdi. "Anglang, ular bilan bu ishni qancha ko'p qilsangiz, sizni shuncha yaxshi ko'rib qolaman. Gapimni tushundingizmi?" "Albatta, obdan tushundim." "Men poklikqa o'sh, yaxshilikqa o'sh,
Мен her qandaq bir yerdə əxlaq bolmaskan, həmməylə süngəklərə qədər çirib buzulub kəskan deyman. Ondaqda yaxşığı, mən dəl sizə layiqkənmən. Mən süngəklərimgəcə çirigan bir adamman. Bu işni yaxşı görəmsiz. Mən bilən deməkçi emas, bəlkə şu işning özün deməkçi. İntayin. Winstonның hammadan bak moshini anglag'usi bor edi. Odamlardagi muhabbat emas, balki ularning vujudidagi bu tug'ma, oddiy istak partiyani hukm talqon qiladigan qudratga ega kuch edi. Winston Juliani hamal gullarning ustiga bosdi. Bu qitim o'ngishliq bo'ldi. Ularning jiddiy nafasdan ko'tarilib tushayotgan ko'ksi endi normallashdi. Ular to'lima tatliq, bir xil amalsizlik bilan bir-biridan ajradi. Quyosh texmi qizib ketgandek edi. Ularning ikkilisini uyqu bosdi. Winston formini tartib egilib, Julianing badanining yerimini yugab qo'ydi. Ular to'limi tezla uyquga g'arq bo'ldi. Taxminan 1,5 soatlardan keyin Winston uyg'ondi. U o'tirdi va yenidagi sapkun chiroyga sap soldi. U texicha qo'lini yostiq qilib uxlayotdi. Uning eg'izdan boshqa yerini chiroyli deb ketgil bo'lmaydi. Obdan sapsilib qaraganda, uning ko'zining cho'risini o'rgan 1-2 qo'riqni farq etgil bo'ladi. Uning qora sochlari alayda quyuq va yumshoq edi. Winston uning familiyasini va turadigan adresini bilmaydiganligini o'ylab qoldi. Bu yosh, kuchli badan uyqu ichida ojiz edi. Bu Winstonda uningga nisbatan bir xil ich og'ritish, qo'g'dash tuyg'usini uyg'otib qo'ydi. Lekin boyamqi daraxt soyasi ostida qushning nag'masini angлагandagi parvozsizlik, muloyimlik tuyg'usi qayta yenib kelmadi. U yepib qo'ygan formini o'rib, uning siliq, oppoq beqilariga qaradi. U shundoq o'ylab qoldi. Burungi chaqlarda bir qizning badaniga qaraydi va uningda havas paydo bo'ladi. Mo'shunchilik oddiy ish edi. Ammo hozir sap muhabbatmi, sap shahvatmi tepilmaydi. Hech qanday tuyg'u pok emas edi. Chunki u qo'rqinish, nafrat bilan o'rlashib ketgan edi. Ularning quchoqlashishi bir jang. Yuqori pallaga yetishi bo'lsa, g'alaba edi. Bu partiyaga urilgan bir zarba bo'la oladi. Bu bir siyosiy harakat edi.